Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow out of me, and I wish on all the rainbows that I see. I wish on all the people who Mening ismim My Virginia. name is Virginia. Men ormon chekkasida yashayman. Well, kind of. My dad's a Dadam janitor. farrosh bo'lib That's how we qolgan. got to have Xudo an apartment on the edge of bizning Central xiyobon Park. atrofidagi xonadan kirib qoldi. And you might think that the fact that I live with my dad is bad and right. But I'm sort of I'm just a but one day I'm going to find a partner and I realized all I need is a good man. Seçiler John Chris Howard, Tactical and Deadly. Hayatın arasını çıkıyor. Yıllıkta kim bunu çıkıyor? Ayağına basakın anlayın ya. Who gets to do it? Şimdi fark ettin mi? To work that On the way back, Senin de hareketmezlik karşısında koyacağım çıkarsa. in case. Kafayı devlet kamakhonasi. To'rtinchi qurolli kechki soat 6:02. Who's there? To'rtinchi qurolli kechki soat 6:03. So where exactly are we going? İmkan ya. Bu kuralingizning harbiy chegarasi sizning baltish marosimingiz uchun asli olish kerak. Well, is it much Bundan kaçınma okula. Sabır zolim panoh. We must make a Bir first stop. muddatga Oqboy hurmati to'xtab hate these Navsho'ning o'sha yerda e'tiboringlarni people yomon. so common. We'll Bu stop hayvonangiz life tarif so'rab road, oldim. Yana which we will of course Bizni avtomat rad. It's simply routine courtesy message. You are pathetic. Kimsizler. Call yourselves trolls, you make me shake. Take off. I can handle the Nima nimani o'ylab qoldi? Menimcha bu mamlakatga faqat mengo'xshagan odamlar kerak. Ular 6 joyda ishlab tillalari quruqda ham rahat etmaydilar. Yana 10-15 yildan keyin bu mamlakatda erkinlik barham topadi. To'g'ri, odamlar bir-birlarini qo'llab-quvvatlaydigan insonparvar jamiyat kasodga uchraydi. where people do things for each other. Adoyi We're finished with our out of here. Your barbecue Kelajak is qo'yilganlarni kuzatib qolgan edim.
Niya ang pagkandali Following this elevator for the last half hour. Siguraduhin pa ako ang mga nagugusta. Magkita na tiga at halat ko ang mga nagsisingkiri. Mga kapatamos. Kulang yung hawak ko yan. Ito na rin mo sunod to kapag naman sa bonita. O kaya dahil ito kung saan nagaligit mo ito kasama ng sindog mo naman. Wala na dyan inigil na sa tayo. There are an awful lot of people out there who would love your job. An awful lot of people. Panda. Yes, sir. Sunod ko kaman. Bye, Daddy. Listen. At yan rin. Kaya ba ang orkali yurman yan? Tingay tiyak man. Dito ka ba? Sobra sama. Biyak ka kiling. Original direction kapag ni Burma. Mom, this isn't a Kailangan ko lang red carpet treatment. yan at di ba kiwala kasi kanya sa mga kapatid. O, hila na. Security. What's supposed to be in there? No one's Weird hesim kaçmam kuma. Listen, Bunların weird koalisyonu saklaşacak. Aku sudah belum melakukan kakian tak kebelan apa. Mana itu lah tu? Allah dia dapat terus. Giles! A long way from your castle. Perhaps you should have stayed there. I've seen little steps up. Come to me. I think I bathe my feet. You know what this is? This is a very special dog. This is magical. Wherever that goes, Wendell. I'm going to spend the rest of your life with you. Just what do you have to say for yourself?
Ngayon ang kaya kayo ko. I guess you get to a Adam certain mo age nang and you realize that nothing defines everyone. Ikaw talaga. I mean, that's just the way it is. Maybe some people just have to fight it. Poi morire, poi morire. Che gli per che se non deve più toccare un dio. Per dopo. E che di morte c'è. You. What happened? Come che per giunto una cosa ma Kavalım takrarlasa özünde cana bulacak. If I Ajan give you tabakatlı kulun buluştu. must create ceremony. Seni azadlıkta çıkarım. I've trained Şurada verdim ben. İpteyle kırıp koydum. Ama trollardan olgun olsun gerek. Ve hafta in your neydi bu iraden nedir? being Ahırından to some sence and fix it. kurallık karışım gerek. Do you understand? Bildin mi? Abbalarını kudretini taktırırlar. Kıvırındırlık kaptırını da kraliçini boş oynatın. Yok kabul edemem. Aman tanrım. Vardım. Are you okay? Sıdırın kayıt. How come you don't know? Ben yok.
Bu yerdan ketamiz. G'aniyola. Qo'ylar bu karim emas. Ana balo, ularda tuzukroq boshmoqlari yo'qmi? Bu yana nima bo'ldi? Sevru jodu. Yo'q. Bu yerdan ketamiz. Mana u yerda nimalar yuz bergani aniq. Qaranglar-chi, Etnijini. buzoq terisidan nash-nush qilgan yigina. Topu olishingiz bilan qaytaring. Virginia Louise. Qaysi birinchi ko'cha? Ikkinchi uy, 2006 xonadon. 81-ko'cha. Bu yerda shunday yozilgan. Yo'lalik. Tezroq ketdik. Post. Salom. Qayerda eding? Yo'ligini sezdirmaysan. Rahmat. Senga nima bo'ldi peshonang xon? Velosiped majaqlandi hamyonim yo'qotdim, lekin yangi yigit topib oldim. Ketsa, Uni velosipedi bilan urib oldim. Menimcha u jarohatlangani ham, jabrlangani ham. buni nima ekan? Uning bo'yinbandi yo'q edi. Rostdan, qani ko'raylikchi. Haqiqiy shahzodani o'ldirasi. To'g'rimi? Salom. Qanday masala? O'shani nega berdimi? Oyoqni topishgan bo'lyapti. Lekin bu ham ovqat yeyish kerak. Bo'sh qorin bilan ishlab bo'lar ekanmi? Nima? Ovqat kelyapti. O'zini o'ylamagan. Xo'sh, hech yerda qolasan. Men esa yoningga kelib turaman. To'polon qilma. Demasa, seni deb ishlahadilaman. Jim, yo'qcha ko'chib joylashtiraman. Bizni mashhur taomimiz qo'y go'shti. Qo'y go'shti. Chamasi yangigina tug'ilgan qo'y go'shti. Yoshgina mayningina yaqindagina yaylovda o'ynoqlab sakrab yurgan bo'lsa ajabmas. Shunaqa qo'y. Otachi otarni o'z holiga tashlab qo'ygan. Mana shu qo'yatdi. Voy bo'lim. Qo'ychoqlari. Lekin men unga deyman. Agar ko'zi biqini yoki yoliqqina lahmi go'sht bo'lsa, ochib atamasman. Yo'q, yolg'on gapirdim. Unaqa demoqchi emasdim. Meni ishtaham kelmay. Men ochko'z sulloqman. Ha, ochko'z sulloqman. Eshitdingizmi? La'nat. Bizga izlosh berishdi.
Xo'sh, nimani tanladinglar? Yo'q, uni pishirish shart emas. Aytmoqchimanki, u qozon o'choqqa qarab o'tagan yoritiman. Shuni o'zi yetarlidir. Kartoshka, sabzavot, podvor kerak emas. Faqat laqqa go'sht, qizil. Qizni yonog'iday qon talash. Tushunibsizmi? Kechirasiz, eshitolmay qoldim. Menga bir ko'za margarita, Pepsi Cola va pivo. Xotinimga 2 hissa. Ma'zur tutasiz. Shoshmang. Bo'ldi, sen haydamasang bo'lmaydi. Xavf xatar. Do'stim, senga juda kulgili. Qani? Demak, buni qilyapsan-da. Bir marta o'g'illa. 2 marta. Qo'y go'shti bilan 6 stakan sut yurganmidi? Mana shunday. Yodimdan chiqayotibdi. Men itni topib olgan jonon qizni izlab yuribman. Hali u sizni itingizmidi? Virjiniyaga aytaman, u yoningizga keladi. Demak, sen gapimga tushunyapsan-da. Sekin. Kimga sen tahdid qilyapti? Ikkimizgami? To'xta. To'xtama. Shu yoqqa o'tdimmi? Nega shekilli? Yiqilganida lat yegan chog'i. Men sho'rlaganini ko'rdim. Aytingchi, u qayerda yashaydi? Unga minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Sizga uni manzilini aytolmayman. Sizni tanimayman-ku. Aytasiz. Mana mening uyim. Endi esakmiz. Bitta bir kechaga qolib qol. Lekin sen daf qol, tushundingmi? Sen bu qo'lini chekildi. Bittalarim bekashirma odam. Meni tinchlantirishga keragi yo'q. Bu qo'shnimiz G'irib xonim. Endi eri. Eri. Ularga nima bo'ldi-ku? Shoshmay tur. Akamdan xabar olay. Dada. Dada ko'zing soching. Qo'shni deysan. Qara. Topdim. Yumshoqqina. Ajoyib. Judayam ajoyib. Qara o'girilchi. Salom qizgina. Nega poyabzalingizga qarab yurmaysiz-a? Judayam xarob-ku. Mana bularni qarang. Bu nimasi? Juda zo'r bosmoqlar bor ekan. Faqat judayam kichkina. Uyimizda 100
jufti bor. Mana bunaqangi narsalarni farqiga boramiz. Kim sizlar? Otamni nima qildinglar? Uxlab qoldi. Biz uni sehrli hukm bilan tinchitdik qo'ydik. Qanaqa? Men pahlavon Troyman 9-qirollikni dahshataman. Men Troljonman. 9-qirollikning vasimasi bo'laman. Men esa Vaytaqa qirolman. 9-qirollikning olabo'jisini o'zim. Endi uni qayerdaligini ayt. Ayt uni qayerdaligini. Sizlarga nima kerak? Ko'ppak qani. Bu soniyada aytmasang, seni spakka aylantirib qo'yamiz. Tushundingmi? Bir bo'lak terni kesib olaman. Ikki. Spakni qolipini qirqaman. Men uni cho'qlab tashlayman. Yaxshi. Hammasini aytaman. Ana bu yoqda. Shu yerda, faqat tashqarida. Qani, bizni boshlab bor. Boshla. Anu. Ana bir ish oldida tiqilib yotibdi. Qani yer. Hozirgina bu yerda xona yo'q edi. Sen makka olasan. Shu yerda men maxfiy ishni ochib, o'zingizga joyni ko'rsataman. Yo'q. Bu tuzoq. Eshikni och. İflas. Ochishlar! Bu yerdan qochamiz. Otamga hech narsa bo'lmaydi. Ular elimizga tushgan. Sizlarga nima kerak? Xayrli oqshom. Trollar sizga uchrashib ulgurishibdi chamasi. Faqat bugun, faqat bir marta sizga zo'r taklifim bor. Taklifim shaxsiy va moliyaviy muammolarga Qur'on kelsin deb ataladi. Shuningdek, meni fikrim bor. Yana bir qadam bosadigan bo'lsangiz, politsiya chaqiraman. Bu hudud xususiy mulk hisoblanadi. Taklifim shartiga ko'ra qizingizni qayerda ekanligi to'g'risidagi axborotga Airbosh tariqasida sizga mana bu sehrli loyihani taqdim etaman. Agar uni yesangiz, 6 ta eng katta istaklaringiz ro'yobga chiqadi. Mo'sha? Mo'sha emas. Qanday tushunishlar? Juda shirali do'mboqni yetirib kelgan qiz. Shirin va mazali. O'tmishimizga qiyos qilib shuni aytishim mumkinki, bugun yetgan afsunlarning eng rasvosi mana shu. Adolatsizlikka ko'p uchraganmiz, ammo bunaqasiga emas. Bu qiz qudratli jozigar ekan. Men ham uni qanchalik o'ylayman. Nima? Menimcha, u bizni kichkinalashtirib, kissasidagi ko'z ortiga solib qo'ydi. Bugun maqsadla tushkunlikka tushib qolsang joyi. Seni yersangchi qanday qilib gugurt qusiga tushamiz desak, unda gugurtlarni cho'plari qani, ha? Qani cho'pi? Bu qanaqa daqmiz-a? Orta buyuk istaklar. Barcha orzu armonlaring xaroba qo'ldanga o'tirib aytishim mumkinki, sen ko'p narsaga erishishni xohlaysan.
bo'lmasamchi. Yo'q. Yo'q, yo'qolmayman. Bo'pti, ammo shunaqa narsa yo'q. Shunchaki bir nechta istak bo'yicha kelishuv. 6 ta buyurilgan istak takrorlanmaydi. 6 dan kam emas, ko'p emas. Bo'lishi mumkin emas. Qani, hal qil. Bu halol bitishuv. Suyukli qizing qayerda? Undan nima istaysan? Topib olgan kuchukchamni qaytarib bersa bas. Kuchukcha? Yanimga shaxsan topshiradigan tuhfam ham bor. Agar bu ishda bo'lmasa, demak qaynonamga ketgan. U yalmog'iz doim Virjiniyani menga qarshi gich-gichlagan. Qaynonangiz gullarni yoqtiradimi? U qadrlaydigan yagona narsa pul. Pul ayting. Janjandan xursandman. To'xta, uni ta'siri qanchaga yetadi? Tashvishlanmang. Birinchi 3 soat ichida qiyin bo'ladi xolos. Hamma tilagi ro'yobga chiqadi. Meni birinchi istagim Kim bor? Kim u? Bugunman. Keldimikin debman. Kaskalayizib turganimdan afsusdaman. Lekin sevgiga tunab qo'ysam maylimi? Bir kun kelib qaytadi. Eshikni ham taqlatmay chopqillab kirib keladi. Nima deb o'ylaysan? Bankroteniyadir. Qorni judayam yaxshi ko'rardi. Menimcha, onam allaqachon qaytgan bo'lardi. Chang'ida sayr uchun 15 yil juda katta muddat. Mayda gap bo'lma jonim. Tavba. Bu yana kim bo'ldi? Men asrab oldim. Uni ixtiyor qilmasak bo'lmaydi. Burgasi yo'liga. Ishonish qiyin. Birgalaring bormi, yo'qmi? Sekin. Rahmat. Bilasizmi? Kedam jamiyatda yaxshi mavqeni egallashim mumkin edi. Yana kazo tanishlarim bor. Onangni Rixkarlsdagi muvaffaqiyati beqiyos edi. 19 yoshida Nyu-Yorkdagi har qanday bo'ydoni rom eta olardi. Oxir oqibat kimni tanladi? Dadammi? Dadasini. Onangga o'xshab o'z umringni hazon qilma. Nazarimda qismat yana takrorlanayapti. Dastyor sana. Qanday xayolan? Kim bilan uchrashyapsan? Birorta oshpaz shogirdi bilanmi? Yo'q. Sen suv quvurg'ini ta'mirlamagan bo'lsang kerak. Men shunaqa bo'lishini bilgandim, ammo bunaqasi men bilayman nimalar bo'lganini tushuntirib beraman. Men hoziroq ishga kirishaman. Janob Meri. Yo'q, hoziroq men ishga kirishaman. Qizing ikkoving shu bugunning o'zida uyni bo'shatib qo'ylaring. Sen haydalding. Ishdan bo'shatildimi? Yo'q, iltimos, janob Meri. Sen jaramas ablaqsan. Sen bu oila tovonini o'pib bir umrga kullarim, mollaring. Hozirgina nimasi deyishing? Xo'jayin.
Bu jodu qancha davom etarkin, ha? Ko'pga cho'zilmasa kerak u. 100 yilmi deyman? Ko'pi bilan 50 yilda. Bo'lmasa, biz taqdirga tan berishimiz va bir-birimizni yeb qo'ymaslikka harakat qilishimiz kerak. To'ppa to'g'ri. Bor yo'g'i 100 yil chidasak bo'ldi. Omadimiz kelib qolsa, balki 6 yilda ozodlikka chiqa olarmiz. Men adashdim shekilli, ma'zurlik kerak. Virjiniyani bu so'zlab yuruvdim. O'sha menman. Bo'lishi mumkin emas. Uni singlisiman deyishingiz mumkin. Uni sen bo'la qoling. Shunday yosh sohibjamol uni buvisi bo'la olmaysiz. Bo'la olmaysiz. Qo'ying. Pardoz qilishga ham ulgurmadim hali. Ko'rsam maylimi, sizga gul taqdim etmoqchi edim. Mayli. O'zingiz kimsiz? Virjiniyani qaylig'iman. Biz unashtirilganmiz. Unashtirilgansiz? Bu haqda nega aytmagansiz? Buni kutsa bo'ladi, nihoyatda kamtarini. Boshqa qizlar badavlat merosxo'r bilan nikohdan o'tganlarini olamga jar solgan bo'lardilar. Virjiniya unaqalardan emas. Albatta, kira qoling. Men faqat kiyinib olaman. Mayli, kiyinib oling. Men qara, menga bitmas tuganmas ichimlik tayyorla. Ikkitaginami? Shular maishat qilib olar ekanmi? Yuri! Sen buni ko'rib qo'y, so'ng qishni ichida. Nima qilyapsan? Nazarimda unchalik tozaga o'xshamovdi. Yana yalasam maylimi, xo'jayin? Menga tilingni ko'rsat. Mayli, yana 5 daqiqa. Oshonaxon, eshikni udilyapsanmi? Tayyor bo'lib qolaydi-da, xo'jayin. Tezroq bo'l. Yo, shoshma. Yo, bir marta yetadi. Ana men uchun och. Yana nima tilasam ekan? Meni uy tozalagichim bo'lsin. Uyni meni aralashuvsiz tozalasan. Tozala. Men judayam yomonman. Nahotki shunga qodir bo'lsam. Ammo o'ylashimcha, siz kartoshka bilan juda xushxo'r. Uyingizda sarimsoq bormi? Rozmarin. Menga nimalarni qishtirishyapti ya? Quritilgan o't o'lan. Shamata. Yo, siz o'choqqa solmaysiz. Butunligicha pishirib bo'lmaydi. Men sizni nechunga borishim kerak? Qo'rquvdan esini yo'qotgan kampir. Qo'rquvdan esini yo'qotgan kampir sizni yetishim lozim. Ammo avval bir bo'lak yog'ni eritib olay. Siz rozimisiz? Nurjon? Ho'p, mehmonlar uyg'onishga nonushta qilib tayyormas. Nurjon? Kela qolganginam. Buvi?
Hayır azizim. Tamam. Nonushtaga nima yeysiz? Qahva olib kelaymi? Sizga nima bo'ldi? Savoladingizmi? Suratındakidan ko'ra ancha yoqimtoysan. Yo'q. Bu qayg'urdan kelib qoldi. Yo'q. Aytana itqani. Hamma shahzoda o'chib uxlab yotgandir. Biram xushbo'ysanki, men seni ta'min etib turibman. Virginia. Ammo faqat jismingga ishq qil. Ruhing o'zingga siymo. Ayniqsa o'z xushbo'yligidan vahimaga tushmaydigan qizlarni jonimdan ortiq ko'raman. Sen xuddi bayramona tushlik kabi yoqimli istarsan. Nega qilashni? Chora ko'zlar, marvarid tishlar, qomating benazir, unga shubha yo'q. Senga ishqim tushib qoldi. Sen xavotir olma. Men seni sirayam yeb qo'ymayman. Bu sen için de ko'ngilsiz hol. Uchrashib nima deysan? Tanishuvimiz sal yoqishmayroq turibdi. Lekin bunga o'zim aybdorman. Iltimos, senga imkon ber. Sen juda chaqqon xonimchasa uyingga. Bunga shubha yo'q. Judayam chaqqonsan. Yo'q, hammasi joyida. G'oyatda joyi. Rahmat yetadi. Boring, boshqa ish bilan shug'ullaning. Bo'ldi deyapman. Bugun meni 3 marta o'pding. Yana bir marta o'pib qo'ying. Yo'q. Mana ishingni qil. Ya, oshirib yuboring. O'sha yerni bebaho xo'jayinjonginam rafiqamsiz uchun tayyorlagan. Bo'ldi, gaplashib olamiz. Seni tomoni menga ishing keldi. Xo'p, bo'ladi xo'jayinjonginam. Bu erimning zoti. O'zi ham to'q oltindan ishlangan. Buni chaqali qalbakda emasligiga ishonching komilmi? Nimalarga yopib Erim 40 yoshga to'lganida sovg'a qilganidan. Bu aslida sizga munosib. Endi hamma ma'lumotini sizniki. Men seni xotiningni o'ynatib kelaman. Unga ichki kiyim olib bermoqchiman. Marhamat, sohibim u endi sizniki. Sohibim, kimdir lifta tiqilib qolgan chamasi. Qandaydir shovqin eshitilganday bo'ldi. Agar kelgan bo'lsangiz, men sizga endi ustat soling emasman. Buzilgan ashqollarni o'zlaring kuzatlaring. Xo'p bo'ladi. Ko'ngil qushlik uchun ozroq mullajaning kerak qoldi-ku. Endi $1,000,000ga qalaysan. Men endi boyvachcha. Vali ne'matning bilan bir so'rashib qo'ysa. Sizga jozaman kerak emasmi? Buni men bilmadim. Men sarosimaman. Sizni qo'yib bordim. Oldimda kelmoqchi ekanligingizni aytgandek bo'luvdi. Birinchi, men o'zi bu yerda nima qilyapman? Bunaqa qiyin savollarga o'tishdan oldin qanday qaror tanishmasak?
Chuqingiz, men sizga so'zlar aytaman. Siz ham xayolingizga kelgan birinchi narsani gapiring. Bo'pti. Boshladik. Uy, Ovqat. qo'rqoq, Jo'ja. to'y, Balish. murda, Go'sht. do'sting, Ishtaha. Ishtaha. muhabbat. Dumbuqni bir jumani yamlamay yutsam. Kechasiz. Ko'proq so'z aytib oldim. Bu kulgilik-ku. To'xtang. Xotinim boshqa hamma daf bo'lsin. Shunchalik ko'pligini bilmagan. Bo'lmasa chiqayin. Ketishim mumkin. Yo'q, bir daqiqa. Sog'lig'imizga ehtiromimiz qilib olaylik. Shuni yetmay turdi, bas qil. Ey, nima qilyapsan? Ey, nima qilyapsan? To'xtasang-chi. To'xta deyapman senga. To'xta. Yuqoriga chiqish yo'llari to'silsin. Olg'a. Ezra. Men uni to'xtatolmayman, xo'jayin. Rahmat, minnatdorman, xo'jayin. Shunchalar o'yindan bo'lmadi. To'xtang. Shogirim, shoshmang. Shoshmang. Barakalloh. To'xtang. To'xtasangchi. Qara, yo'lni bo'shat. Yuring men bilan. Nima bo'lyapti o'zi? Men nima qildim? To'xtang, axir. Nima qilmoqchisiz? Mana qarang. O'g'irlangan pullar. Yo'q, to'xtanglar. Men bularni o'z uyimda topib oldim. Kun bo'yi xonadan chiqqanim yo'q. Bu kishilar tasdiqlashlari mumkin. To'g'rimi? Shunday xo'jayin. Kuni bilan hech qayoqqa chiqqanim yo'q. Do'stlarim bilan burada xo'rlik qildim. Nazarimda, siz mendan nimanidir yashiryapsiz. Sizni ko'proq nima bezovta qilyapti? Doktor. Yaxshi doktor. Men ketorgan bir qiz bilan tanishib qoldim. U menga juda yoqib qoldi. Lekin gap shundaki, Davom etavering. Aytavering. hech qarorga kela olmayapman. Uni sevsamki yoki deb qo'yaymi? Shunday deng. Bunga meni ota-onam aybdor. Ular razil edilar. Ular beto'xtov kavshanishardi. Men ham har kuni maktabdan qaytayotganimda kimnidir ushlab yeb qo'yardi. Sizni ayblamasligingiz Ayning ko'p, men juda yomonman, judayam yomonman. Shunaqangi baxshiymanki, ammo borga aylanib qolgan vaqtimdagina shunday qilganman. Doktordan so'ramoqchiman. Yaxshi odam bo'lgim kelyapti. Nahotki yo'lbars qo'zichoqni erkalatishga haqqi bo'lmasa, qoplan uloqchaga do'st bo'la olmaydimi? mana men seni topib olgan joy. Shu yerda yaxshilikcha ajralishaylik. Bittami? Xatarli mojarolarga ishqiboz emasman. Tushunayapsanmi? Men dastorman. Sarguzashtlar menga tegishli emas. Bu odamlar kim demasinlar seni baribir qisqaradi. Ketishim kerak. Endi boray, alvido. Albatta mana bu dorini ichishing kerak. Bir haftadan keyin oldimga kelibsiz. Tushunmayapsiz, keyingi haftada men yo'q bo'laman. O'zingizga suiqasd qilish bilan meni qo'rqitolmaysiz.
Agar siz talabimizga ko'nib olib sotarni ismini aytsangiz, siz uchun afnoma so'rashim mumkin. Qanaqa olib sotar? Men giyohvand emasman-ku. Siz jodulangan zambar o'rnidan urib olganingiz uchun pullarni qayerdan o'marganingizni eslolmayapsiz. Jodulangan zambar yo'lda sadoq deyapsiz. Men Noviya yutib oldim. Xo'jayinjon, men liftni ancha tozalab qo'ydim. Biz bu afsonni parchalaymiz. Men senga ishonaman. Men yarayam ko'proq ishonaman. Menchalik qattiq ishona olmaysan. Ishonaman. Menchalikmi? Men Yo'q, men. Ko'racaklarni yapmiz. Masjidga boryapmiz. Bu yaxshimi yo yomonmi? hozir jahannamga qulaymiz. Tayyorlaninglar. Nima jahannamga tentak. Biz shu yerdan kirganmiz. Mana bu sehrgarlik qanday qilib epladiysan? La'nat alvasilar. Jo'nab qolaylik. Kechasiz. Nega shu ro'yxatdagi hamma narsalar va siz lozim topgan buyumlar kerak xonim? Agar ishim bari oldan kelsa, sizni to'yimga taklif etaman. Bu menga, bunisi ham menga, buni ham menga. Balki ikkinchi bo'larmiz. Men istagan narsangiz beraman. Ko'nglingiz istagan. Juda ko'pman. Hindistondagi kemalar, mashinalar, jononlar, xohlaganingizni so'rang. Siz bizga boradagilar kuli ahvolingizni og'irlashtiryapsiz. Iloji boshqa ilojim qolmadi. Shu ondayoq politsiyachilardan qutulishni istayman. Taksi ishlamayapti. Orzuyingdagi ayolga qanday uylanish mumkin? Juda menbop narsa ekan. Voy bu, nimalar bo'lyapti o'zi? U qurollangan, uni to'xtating. Ushlang, qochib ketmasin. Tutinglar uni. To'xtang, haqini to'lamadingiz-ku. Bunga yordam berolmayman. Chunki kimligingni ham bilmayman. Bu haqiqatan ham shunday. Ket jo'na. Omad yor bo'lsin. Axir meni gunohim yo'q. Dada, Virginia, dadajon. boshiga tushgan narsalarni tasavvur qila olmaysan. Aytmasangiz ham bo'laveradi. Oshdek. O'rab olinglar. Mana bu yigit aqtarayotgan ko'paymas. Dada, bu nazarimda haqiqiy emas. U menga nimanidir aytishga urinyapti. Yo'q, xabar bermoqchiman. Lekin nima deyotganini tushunmayapman. Nima demoqchi? Yaxshi, qarab tur. Shu it nima demoqchiligini tushunishni istayman. Sizga katta xavf tahdid solyapti. Epladim. O'ynabga chiqdi. Joningiz o'zingizga aziz bo'lsa, nima qiling? Dada, Nima? Biz qaytish yo'lini topishimiz kerak. Bu gapiryapti. Sen tushunyapsanmi? yo'q. Meshaning nega politsiya chiqarasiz deyapsiz? Nima uchun kishanasiz? Ular meni boshqacha deb o'ylashyapti. Nima? Buni keyin tushuntiraman. Matrashni bas qilinglarchi. Sehrlangan ko'zguni topishga yordamlashinglar. Bu ko'zgular qanday o'ylagan? Siz ahamiyat berib qarashingiz kerak. Biz sehrli ko'zguni qidiramiz. Albatta. G'ayrioddiy narsani axtaringlar.
Qayerdadir shu atrofda bo'lishi kerak. Qayoqqa? Nima? Ana ular. If you value your life, Nima? Yugurdik. Qayerdaman? Qayerdaligimizni bilmadim, ammo markazga xiyobondamasmiz. follow me. Ketinmaydi. Keting u bilan borishimizni buyuryapti. Hurry! Tezroq. Ularga nima bo'lgan? Same thing. Seni boshingdan o'tgan ishoratni. Road. Trolllarni yo'qotadigan kuni. Uni ta'siri tugyapti sog'in. Itlar biror nima dedimi? Ketdik. Biz o'z qirolligimizga ega bo'lgach nima qilamiz? Men buni bilaman. Bizning xizmatkorlarimiz bo'ladi. Minglab pullar boshmoqlarimizni yaraqlatib tozalashadi. Dada, uyga ketaylik. Men hozir qaytolmayman. Mushtablar meni qidirib yuribdi. Lekin biz bu yerda qololmaymiz axir. Trolllarni sinib deyapman. Biz ziyofatlar uyushtiramiz. Badimlarda shipaklarimizni soatiga 6 marta almashtiramiz. Muloq boshmoqlarda yuradiganlarni og'zini yelimlab tashlaymiz. Come along. Endi yursak bo'ladi. Osmonda yuring. Yo'q, to'xta. Biz sen bilan ketolmaymiz. Qayerdamiz o'zi? We're in the Biz qirolligimizni eng janubiy chekkasidamiz. where I was Menga o'g'irona hamda qilib kuchga aylantirib qo'yadi. Bu oploq oy davlat qamoqxonasi. housing the Turmada barcha to'qqizta qirollikdagi o'ta xavfli jinoyatchilar saqlanadi. Tushunmadim. To'qqizta nimalik? Qirollik. Men Valiant Vendelman. Marhum oploq oyning nabirasi va 4-qirollikning bo'lg'usi hukmdori. Siz kimsiz? Men taniyman, Farrosh. Qizim Yevgeniya bilan esa nazarimda tanishib oldingiz. Trollar qurolli ekan. Qizil qo'lpoqchi o'rmoni. To'xta bir daqiqa. Bu yer qanday joy o'zi? Uyga qiz uyqudagi malika va boshqa ertaklar well. The golden 200 yil muqaddam oltin asr edi. when the late Aytib o'tilgan xonimlar bir tarix yaratishganda. things Vaqtlardan beri ko'p narsa o'zgardi. have here Hamma umid qilgan baxtli onlar uzoqqa cho'zilmadi. all the Barcha qirolliklarning hukmdorlari toj kiyish marosimida ishtirok etmoqliklari lozim. Qirolliklar juda ulkan. Biz favqulodda holatlardagina chegaralarni kesib o'tamiz. Seni ko'pasa aylantirgan o'sha o'gay onang kim edi? she is the Bu olamdagi eng xavfli va yolg'iz ayol. Qaynonam o'zi ekan-ku. Biz bu yerda kun bo'yi gaplashib o'tirolmaymiz. O'gay onamni zindondan topishimiz kerak ketdik. Virginia, biz uni izidan borishimiz lozim. Qani yur. Buni kuchlar taqsimchasi yerda. the dog. Endi bu yetimgina tanilmoqda. It's out. Qanday yaramas qilmish. Bu xotin nima qiladi? Poison. U meni ota-onamni zaharlagan. O'zimga ham o'ldirib Me yubormoqchi. as well. Sizga nima bo'ldi? Bu yer qanday to'g'riladi? Nima bo'ldi? Nimadir bo'lyapti. Virginia, Yaxshi, tashqarida kutib tura qoling. Troll. trolllar bu yerda bo'lishgan. Hech qayoqqa ketib qolmagan taqdirda. Qo'yma, eshikni oldida tur. Virginia! Virginia! Shantona! Meni qo'rq
Ular meni it qiyofasida ko'rmasliklari lozim. Bundan juda uyalaman. Men seni ikkingizni ham ifodaligingga ham tupurdim. Virginia! Qayoqqada ishding? Trollarga ish buyurib bo'lmasligiga yaqin yetgandi o'zi. Og'zingga qarab gapir. Men tufayligina sen hozir ozodlikda yuribsan. Siz haqsiz, Alloh hazratlari. Buning uchun sizdan umrbod minnatdorman. Ammo men bu yerda ortda qololmayman. Hech kim shahzodani bu ahvolda ko'rmasligi kerak. Bolalarning qaytishgach menga kuchini berishadimi? Men senga yugurda emasman. Masxarabozman. Trollar qila olaman. Buni yodingdan chiqarma. Albatta, hazrat oliylari. Vendo qirolligini yarmini sizga tuhfa qilaman. So'zimni ustidan chiqishim shubhasiz. Men uni qachon tasarrufimga olaman? Qachon? Tez orada. Jo'nashim kerak. Shundoq ham bu yerda uzoqqa ketdim. Qayoqqa ketmoqchisan? Seni yashirinishing kerak. Seni qochib ketganning sevishlari bilanoq yo'llarga soqchi qo'yib tashlashadi. Har birini, har bir aravani tintib ko'rishadi. Hammasinimi? Balki itni ishlab kelgani qaytarimiz. Iloji yo'q. O'qratuvchi kukunni ta'siri ko'pga bormaydi. To'xtang. Eshitdingizlarmi? Ular uyg'onishyapti. Bulardan qochib Malikaning g'azabi qo'yadigan bo'ldi-da. Ortidan o'sha qirolichani biz 10-qirollikdagi jodugarni asir oldik. Tezroq otamizga so'zba berishimiz lozim. Yalmog'izli otachi u buyuk afsungar bo'lsa-ya. u kishandan qilingan-ku. Menimcha ahmoqlarni kattasi. Qamoqxona boshlig'ini qirolichani o'rinda ko'rgach esi qolsa kerak. Nima qilyapsizlar? Men xohlamayman. Bu qanday bir sehrli jodu? Yigitlarimiz bilan kun bo'yi uxlab qolamiz. Turmani har bir qarichini tintib chiqdik. Malika hech qanday yo'sa. Men bu turmadan 2 yildan beri boshlovman. Meni ish davrimda hali bironta mahbus qochgan muvaffaq bo'lmagan. Fazilatlaringiz hikmat. Nima bo'lgan taqdirda ham meni shahzoda ekanimni bildirma. Nima uchun? So'raganda javob ber. Chunki Malika razilona reja tuzgan. Meni qirolligim xavf ostida. Meni nochorligimni hech kim bilmasligi kerak. Bo'pti ayt. Malika qani? Men uyimga qaytishni va Virginia bilan hoziroq Nyu-Yorkdagi uyimizda o'tirishni istayman. Afsunlaring ish bermay qo'ydi, chamasi. Nahotki ajdar najasini yuborgan bo'lsang, Men hamma tilaklarimni sarflab qo'yibman. qirolicha qanday qilib qochishga muvaffaq bo'ldi? Demak, u mendan Sen bexabarman. qanday qilib uni hibsxonasiga tushib qolding? Meni hech ham aybim yo'q. Hech qachon mirshabxonaga tushadigan ish qilmaganman. Bo'lmasa nega kishan band qilingansan? Meni qurollangan bosqinchilikda ayblashdi, ammo bunga ham hech qanday aloqam yo'q edi. Shunday davom ettiraver, Toni. Endi ham qiyib yuborar ekansan. Menga qarang, men boshqa odamman. Meni bu yoqqa mana o'lpochi boshlab keldi. U aslida valiahd Lendl. Senga aytadigan meni sotib qo'ymadi. Shahzoda Lendl. Aytgan bilasan, men shunday qilamanki, sen naq 100 yil kishilar bilan tosh maydalaysan. Qasam ichamanki, gapirma. Bu qirolichani kuchi ber. Nima uchun zimlarda saqlashga ijozat berilgan? Sen meni mazax qilmoqchimisan? Nimalar deyapsiz? Men to'g'risini aytyapman. Bo'pti, hozir haqligimni isbotlayman. Men aytmoqchi emasman. Qaysarlik qilyapti. Menga qarang, darhol meni qo'yib yuboring. Meni qizimni savollar o'g'irlab ketishdi. Basta. Unchasi yo'q, seni rozi gapirishga majbur qilaman. Soqchi, kishanni yechib oling. Mahkumlarni xos kiyimini kiydirib, cho'zqa yong'oq laqabli pakana va burishgan bashara laqabli olabo'chi o'tirgan hibsxonaga joylashtiring. Burishgan bashara, men bunday badburish bilan o'tirishni xohlamayman. Qizim qani? Malikani nima qilaylik? Biz uni o'ldirib yuboramiz. Bugun kechki xo'rayiga margumur solib qo'yamiz. Ertaga esa jasadini o'choqda yondirib yuboramiz. Sen eshitding?
Sen geçtim. Beni kaçırıyorum sen bu ne? Beni kurtarışım gerek. Kurtarışım gerek. Kayıkka oturamaz. Ne? Bu ne kayalım? Gene sizinki burada. Harika. Ateş. Gel bakayım onu da ben. Benim bak senin acayip ortada. Seninle yakınlaştı. Men bansa yaxshigina bo'lsincha yiqiluvdim. İki kishi jabr ko'rdi. Shunaqa gaplar. Birinchi, Sağlam cinayet. Talonchilik maqsadidagi bosqinchilik. Mening laqabim Cho'chqa Yong'oq. Birorta temir buyuming bormi? Pichoq, sanchqi, ilgak yo'q deya. Agar shu yerda o'tirsang, menga bitta pichoq olib qo'yarsan. xo'p bo'ladi. Senga o'ymakorlik yoqadimi? Agar badanim o'lishmasa, Meni hunarimni ko'rib qo'y. yuqoriman. Men burishgan basharaman. Men esa Toni. Seni nega qamashgan? O'ymakorlik uchun. Toni, men bilan do'st bo'lasanmi? Buning uchun nima qilishim kerak? Eshaver, kuchliroq esh. Eshayapman o. İşonchim komilki, Shahzoda Venzel sochga ish marosimiga hozir yetib keladi. Valiahd uchun ustalarimiz 2 yil ter to'kib taxt yasashdi. U kelmaydi. Yo'q, keladi. Vahima qilmanglar. U biror jiddiy sabab bilan ushlanib qolganligingiz aminman. Ko'ngilsiz senchilik. Qamoqxonadan qochish uyushtirilgan. Qirolicha qochib ketibdi. Nimaga? Ularga soch qo'yib, bu tezda qo'lga olinsin. Aks holda hammamiz nobud bo'lamiz. Ajoyib xabar. Shahzoda Venzel kelayotgani Bayriyat. Nima qilish kerakligini aytadi. Hazreti. Işin ortadan. Bu mehrigimi qayoqdan izlaydi? Dindan boqsin. Hech kim senchalik badbo'y emas. Yer u yerdan sen nima deb o'ylovding? Senda bir bo'laksa u yo'qmi? Mayli, ko'ngilingga boshma. Yo'q. Joyingni tur. Hech narsa qilma.
Bu qamoqxona boshlig'ining bog'lamdagi kelib savol bo'lagiga uni o'zini tushunib ol. U xatarni qaytib kelishi mumkin. Tayyor. Bu yer dog' ekanligi. Ona başladı şekilli. Biz Rahim Dilbar, jasur hukmdor shahzoda Venderga xizmat qilishga ont ichamiz. Hammani uzoq va baxtli hayot kechirmoq uchun tutalishga qasamyod etamiz. Bu qanaqa atal bo'ldi? Loviya poyasidan bo'tqa. Qaynagan loviya? Loviya poyasi. Shuni ham ovqat berishadimi? Ta'mi juda xuddi eski lattaga o'xshaydi-ku. Yo'q, eski lattada ham go'sht mazasi bo'ladi. Bu yerda doim shunaqa boqishadimi? Kuniga 3 mahal. Bu esa loviya sharbati. Unga ham ko'niksa bo'ladi. Menga qarang. Men kim bilandir gaplashishim kerak. Meni ishim bor. Menga bir bola kelib kerak. Kimga murojaat etsam bo'ladi? Bu yerni zo'ravoni kim o'zi? Agar biror narsa xarid qilish, sotish, qarzga olish maqsadi bo'lsa, tishtaklar alvasiga uchrash. Tishtuga? Tuman shifokori. Uni oldiga qanday kirsam bo'ladi? Buni yo'li oson. Behazilmi? Bu hech narsa bo'lmaydi. Hammasini sug'urib tashlashga to'g'ri kelgan. Nimasi jag'im ochib qolganingiz ham yo'q-ku. Mana bu yerga o'tir. Obakidan non yeysanmi? Shifokor-ku. Odamlarga shirinlik bermang. Nega ekan? Avvalo tushuntiradi o'zlari. Bekorlar. Menga qarab yerlar kimsan? Men shunchaki seni qayishlar bilan bog'layapman. Bilaman, nega qarab? Senga qulay bo'lsin deyman-da. Ko'krasning 3 ta sababi bor. Birinchisi noto'g'ri ovqatlanish, ikkinchisi tishni tozalamaslik, uchinchisi yovuz ajinalar. Ana shunaqa. Ko'rdingmi? Men yaxshi anaqa berchi odatini izlashar. Mana bunaqasi. To'xtang. Chirigan shekilli, tashvishlanma. Menda bir xalta sehrli tishlar bor. Mana hozir ko'rsataman senga. Mana
buyoqqa qanaqa kishilar? Menga sizni yordamingiz kerak. Yordammi? Menga mana bunaqa kalit yasab bersangiz degan edim. Haqini to'lash qanaqa bo'ladi? Hozir. Mana ko'ryapsizmi? Qo'lda yasalgan so'zlar. Yillar yurib vaqtni ko'rsatadi. So'z oltindan. Oltindan. Oddiy bir soatda. Axir bu Rolex-ku. Soat oltin. Shuni qalbaki emasmikan? Yo'q, nimalar deyapsiz? Yinta bo'ylab to'xtamasdan o'tib keldi deysizmi? Bu chorshanba kungi gap. O'sha kundan beri undan darak yo'q. U hech qayerda to'xtamagani uchun odamlar alamzada toj kiyish marosimini yo'qqa chiqarishmoqchi. Shahzodani bunaqangi odati yo'q-ku, yo'lga chiqsa hech kim xabarlamasa. Balki u toj kiyish marosimidan hayajondadir. U tezda yetib kelishiga ishonchim komil. Yalmog'iz malika erkakda yurganini yoddan chiqarmang. Endi qanaqa? Qirollik unga muhtoj bo'lib turgan bir paytda qayoqqa yo'qolib qoldi ekan. Ishlarida chatoq. Rasvo bo'ldik. U dahshat. Nima bo'lganda ham men hammasi muvaffaqiyatli va baxtli tugashiga ishonaman. Shoyat shunday bo'lsa, endi tanglik masalasini gaplashib o'taylik. Mamlakatimizda zangor qo'ng'iroqchalar tanqisligi mavjud. Endi men toj kiydirish marosimida rang berish udumini o'zgartirishga majburman. Uyga kelyapti. Bog'lab tashlaylik. Sen endi shafqatsiz trollarning ashulasisan. Qanday ketdi oyoqdalar? Qirolligingda hukmdorlaring kim? Qirollik? Eng katta boshliqlaring kim? Prezident. Men bizga qarshi urush ochish uchun mamlakatingizda qo'shin to'plamoqchiman. Yo'q. Biz seni uzoq qiynab gapirtiramiz. Bilgan narsalarim shunday emasmi? Avval qiynoq, keyin suhbat. Odatda shunaqasi ko'proq ish beradi. Eng asosiysi adolat. Dadam keldi. Dada, nega doim shubhalantirdi yuradi? Chunki mening butun qudratim shunda. Men dunyoga hukmronlik qilaman. Dada, iltimos boshlovchi keling. Qayerda yurdilaring? Kun bo'yi qolalaring, ko'rsatmadilaring. Uchun bo'ldi. Sizlar ittifoq kelishlaring kerak edi shekilli, ha? Ha? Qadariga to'g'ri ko'payna ota. Biz noma'lum qirollikni kashf etdik. Afsonaviy 10-chi qirollik. Rivoyatlarda o'shida ko'rsatilgan. Yolg'onni bas qilinglar. Hech qanaqa 10-chi mamlakat yo'q. Bu jodugar bizni gugurt qutisiga joylab qo'ydi. Sizlarni zindonband qildim. Shu qiziq. Ota. Sizlarni asir olgunlari shularni qancha askarlarni yer tishlab bilasizmi? Bittasi ham tirik qolmadi. Savolashni kimdan boshlay? Dada, rost gapiryapmiz. Mana uni ko'rishing. Aka-uka jinslar deyishadi. Qo'shiqlar kampir kunlari boshlanadigan tana qattiroq uchun kuylashadi. Demak, qirolicha mendan haqiqatni yashirgan.
tayyorlangan kechki ovqat. Bundan tezroq foydalanib olishimiz kerak, ishonch. Bu yerda zakira xos kiyim bor. Sen uni kiyib, meni temadan olishni kelasan. Tezroq bo'la qol, qanot tezroq. La'nat kalit tushmayapti. Judayam o'g'limni yoqtirasan shekilli. Yo'q, siz tushundingiz. Men ketayotib ishga qoqilib tushdim. Eshingizni oldimayda olib qoldim. Keyin mana uni topib oldim. Mabodo kalit yo'qotganingiz yo'qmi? Yerto'laga opishib, ko'ch bilan 50 barra o'lirsin. Yo'q, kerak emas. Bunga zarurat yo'q. Men iflos kiyimlaringiz bo'lsa yuvib beray degan edim. Meni kechirsan, shunaqa bo'lib qoldi. Yo'q. Men qiling. Men shunchaki Bu yoqqa kelmoqda voy. Film yoshlar telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Alisher Sadullayev. Filmga Mohira Nurmatova, Noila Toshkentboyeva, Farhod Aminov va Hojiakbar Nurmatov ovoz berishdi. Rejissor Rustam Qurbonov, ovoz rejissyori A'zam Bahromov, muharrir Zafar Komilov.